Har yili Toshkent viloyatida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan Xalqaro iloq festivali joriy yil 26 aprel kuni Ohangaron tumanining O'rg'ossoy qishlog'i kengliklarida ochiq osmon ostida o'tkazildi. Festival yuqori saviyada tashkil qilingan bo'lib, unda Toshkent viloyati hokimligi mutasaddilari, viloyat faollari, san'atkorlar ishtirok etishdi. Tadbir qatnashchilari qadimiy o'lanlar, laparlar aytishdi. Bundan tashqari, turli madaniy, ko'ngilochar tadbirlar ham tashkil etildi. Iloq festivaliga kelgan ekanmiz, biz hunarmandlar biz. Prezidentimizga katta rahmat. Bizni mana shu hunarmandlar biz qayerda bo'lsa, hozir nozir biz albatta iloq nima deb aytardik-da, biz bilmasdik. Mana shu Toshkent viloyatida shunaqa mana uzum saylari bo'ldi. Ularda qatnashdik. Mana iloq festivali shunaqangi qadimiy narsalarimiz tiklanib kelyapti. Davlatimiz tinch ekan, minnan-min shukrlar deymiz. Biz hunarmandlarni albatta qayerda bo'lsa qo'llab-quvvatlaydi. Rahmat. Shunchalik hammani shu bayramga kelganidan festival bilan tabriklayman. Ko'tarinki ruhda o'tyapti, chiroyli. Mazkur festivalda teatr san'ati ustalari qadimgi iloq davlatining tarixiy urf-odatlari, odamlarning yashash tarzi, madaniyatidan darak beruvchi badiiy chiqishlarni namoyish etishdi. Qolaversa, festival mehmonlari konsert dasturlari va sport turizmi imkoniyatlaridan bahramand bo'lishdi. Iloq festivaliga Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidan tashrif buyurdik. Bu festivallarda biz har doim qatnashib kelamiz. Avvalambor yurtimizda shunday go'zal go'shalarida bo'layotgan festivallar davomli bo'lsin va biz mana shu To'rg'ay etnografik xalq jamoasi hamisha davlat tadbirlarida, respublika tadbirlarida, qolaversa mana shunday iloq festivaliga o'xshagan tadbirlarda davomli qatnashib keladi. Ushbu maskan hozirgi O'rg'ossoy qishlog'i, o'zbek davlatchiligi tarixida alohida o'rni bo'lgan qadimiy iloq Shosh davlatining poytaxti Tunkat shahri xarobalari yaqinida bo'lib, tabiati xushhavo, yeri unumdor bo'lgan Qurama tog'larining etaklarida joylashgan.